Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Andijon qoratog'larini jo'jalari sotuvda. Inkubatsion jo'jalari. Inkubatorimiz juda katta miqdorda chiqadi. Avyonda bemalol ko'rib netib osonroq bo'laveradi. 40 mingtalik inkubatorimiz bor. Shundan chiqqan jo'jalarimiz 9, 12, 15 fevral oylariga jo'jalar bir kunlik bo'lib chiqishadi. Kelib ko'rib netib osonroq bo'laveradi. Agar makon xonasini alishtirib nima qilib beringlar, ajratib beringlar deydiganlar bo'lsa, bemalol makon xonasini ham ajratib beramiz. Faqat bir kunligida, bir kunlikdan o'tgandan keyin iloji yo'q. Tuxumdan chiqishiga ajratib olsa bo'laveradi. Abyomimiz juda katta. Tuxum mana shu Andijon qoratog'larini tuxum yo'nalishida boqaman deganlarga, bozorda sotaman deganlar ham bemalol kelib ko'rib netib osonroq bo'laveradi. Buyurtma berib qo'ysalaring, buyurtmalarni ham qabul qilinaveradi. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab hamma viloyatlarga, Qirg'iziston Respublikasiga dastavkalarimiz bor. Dastavkalarimiz alohida hisoblanadi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Birlik shaharchasi. Bemalol kelib osonroq bo'laveradi. Bu birlik Asakaga yaqin joyda. Asaka bilan Quvani chegarasi hisoblanadi. Egasini nomerini pastga videoning tagiga yozib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqinglar. Buni misol katta abyomda boqsalaring, tuxumini kimga sotaman deydiganlar ham mana shu nomerga telefon qilaverasizlar. Inkubatsion tuxumlarini ham o'zimiz qabul qilib olinaveradi. Andijon qoratog'lari haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Andijon qoratog'lari sertuxum hisoblanadi. Oddiy xashak to'g'lardan ko'ra sertuxumroq bo'ladi bular. Bular asha oq besushkalardan keyingi turadigan sort hisoblanadi. Buni yiliga 250-270 tagacha tuxum beradi. Endi birinchi boquvchilarga qanday boqish kerak, gradus ushlash, vaksinalarni qanday qilish haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'taveramiz. Bemalol maslahat so'rasalaring, maslahatini beraveramiz. Shu videoning tagidagi nomerda Telegram bor. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Rahmat hammaga, sog'-salomat bo'linglar. Videoning opitseniyasiga Telegram kanallarimizni joylab qo'yamiz. Qo'shilib olinglar, foydadan xoli bo'lmaydi.